Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, shu qadar dolzarb mavzu haqida gaplashamizki, har biringiz ushbu ma'lumotga to'liq e'tibor qaratishingizni iltimos qilaman. Ayniqsa agarda siz kichik biznes egasi, o'zi band qilgan shaxs yoki shunchaki moliyaviy masalalarda tartibli bo'lishni xohlovchi oddiy fuqaro bo'lsangiz. Chunki afsuski, aprel oyining oxirigacha amalga oshirishingiz shart bo'lgan bir qancha muhim o'zgarishlar mavjud. Agarda siz bu ishlarni hozirning o'zida yo'q qilmasangiz, keyinchalik kutilmagan muammolarga, jarimalarga duch kelishingiz mumkin. Bu ma'lumot hamma uchun qanchalik ahamiyatli ekanligini hisobga olib, sizdan hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishingizni va ushbu videoga like bosishni so'rayman. Bu bizning mehnatimizni qadrlashingiz va bunday muhim yangiliklarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Avvallari kichik tadbirkorlik subyektlari va o'zi band qilgan shaxslar uchun yillik daromad deklaratsiyasi topshirish tartibi ancha sodda edi, yoki ba'zi hollarda umuman majburiy emas edi, yoki qog'oz shaklida topshirilishi mumkin edi. Ko'pchilik uchun bu jarayon yil oxirida imkon qadar kechroq amalga oshiriladigan ishlar ro'yxatida turardi. Ba'zilar umuman bunday majburiyat haqida o'ylashmasdi ham. Chunki tizim hali to'liq raqamlashtirilmagan edi va nazorat mexanizmlari yetarli darajada ishlamasdi. Hatto daromadlarni deklaratsiya qilish talabi bo'lgan taqdirda ham buni qog'ozda topshirish imkoniyati mavjud edi. Bu esa ma'lum darajada mas'uliyatni yengillashtiradek tuyulardi. Soliq idoralari tomonidan kamera nazorat ham asosan yirikroq korxonalar va tashkilotlarga qaratilgan edi. Oddiy fuqarolar va o'zi band qilgan shaxslar ko'pincha bu jarayondan chetda qolishar edi. Chunki ularning daromadlari asosan norasmiy kanallar orqali saqlanardi. Yoki ular uchun hech qanday hisobot talabi belgilab qo'yilmagan edi. Ammo endi vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar va soliq kodeksidagi o'zgartirishlarga binoan 2024 yil 1 yanvardan boshlab kichik biznes subyektlari va o'zi band qilgan shaxslar uchun yillik daromad deklaratsiyasini topshirishning yangi qat'iy va to'liq elektron tartibi joriy etildi. Bu tartib endi har bir shaxsning moliyaviy faoliyatini yanada shaffof qilishni, davlat byudjetiga tushumlarni oshirishni va iqtisodiyotdagi kulrang zonani kamaytirishni maqsad qilgan. Endilikda daromad deklaratsiyasini faqatgina elektron shaklda soliq qo'mitasining rasmiy portali orqali topshirish majburiy hisoblanadi. Va bu topshirishning birinchi marta amalga oshirilishi uchun belgilangan muddat, diqqat qiling, 2024 yil 30 aprelga qadar. Bu juda qisqa muddat va agar siz bu muddatga qadar deklaratsiyani topshirmasangiz, jiddiy moliyaviy sanksiyalarga, ya'ni jarimalarga duch kelishingiz mumkin. Shuningdek, deklaratsiyaning noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan holda topshirilishi ham qonuniy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Bu degani, endi har bir daromad oluvchi, hattoki eng kichik miqdorda bo'lsa ham, o'z moliyaviy faoliyatini qonuniy doirada amalga oshirishi va bu haqda davlatni xabardor qilishi shart. Keling, ushbu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kimlar bu yangi tartibdan xavotir olish kerak va kimlar uchun bu muhim emas? Birinchi navbatda asosiy kichik biznes subyektlari, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlar, YT mikrofirmalar va kichik korxonalar uchun bu o'ta muhim. Masalan, sizning kichik kafengiz bor, sartaroshxonangiz, avtomobil yuvish shoxobchasi yoki do'koningiz mavjud. Siz avvalgi yillarda qog'ozda hisobot topshirgan bo'lishingiz yoki umuman hisobot topshirish majburiyati xabarsiz bo'lishingiz mumkin edi. Endi esa 2023 yilgi faoliyatingiz bo'yicha to'liq ma'lumotni elektron tarzda soliq qo'mitasining soliq portalidagi shaxsiy kabinetingiz orqali 30 aprelgacha taqdim etishingiz shart. Misol uchun, misol bir tasavvur qiling. Toshkentda yashovchi Mirjalol ismli yigit o'zining kichik mebel ta'mirlash ustaxonasiga ega. U yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan. Lekin soliq hisobotini topshirishda doim yordamchilardan foydalangan yoki kamchiliklarga yo'l qo'ygan. 2023 yilda u taxminan 1,5 million so'm daromad olgan. Avvallari u faqatgina yagona soliq to'lovini hisoblab to'lab kelgan va daromad deklaratsiyasi masalasida unchalik chuqur bosh qotirmagan. Endi esa u 2023 yil uchun barcha daromadlari va agar bor bo'lsa, xarajatlari haqida to'liq batafsil elektron deklaratsiya topshirishi shart. Agarda Mirjalol 30 aprelgacha bu deklaratsiyani topshirmasa, unga kamida bazaviy hisoblash miqdorining beahm 5 baravaridan 10 baravarigacha
ya'ni taxminan 7 million so'mdan uchi. 4 million so'mgacha jarima solinishi mumkin. Bu uning uchun sezilarli moliyaviy yo'qotishdir. Hatto bir necha kun kechikish ham jarimaga sabab bo'ladi. U har bir ishni rasmiylashtirib, mijozlardan to'lovlarni naqd pulsiz qabul qilib, cheklarni taqdim etgan bo'lsa, unga bu deklaratsiyani to'ldirish osonroq kechadi. Ammo agar u naqd pulda rasmiylashtirmasdan ishlagan bo'lsa, deklaratsiyada o'z daromadini ko'rsatish qiyinlashadi va bu kelajakda uning faoliyatiga nisbatan soliq tekshiruvlariga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa bu astrus o'zini o'zi band qilgan shaxslar. Bu kategoriyaga kiruvchi shaxslar soni yil sayin ortib bormoqda. Ular orasida frilanserlar, repetitorlar, uy xizmatchilari, hunarmandlar, ustalar, IT mutaxassislari, dizaynerlar va boshqa ko'plab kasb egalari mavjud. Ularning ko'pchiligi avvallari soliq to'lovini faqatgina patent sotib olish yoki yillik minimal yig'im to'lash orqali amalga oshirgan bo'lishi mumkin. Ammo endi agarda sizning daromadlaringiz ma'lum bir miqdordan oshgan bo'lsa yoki siz ma'lum turdagi faoliyat bilan shug'ullansangiz, siz ham yillik daromad deklaratsiyasini topshirishingiz shart. Misol 2. Samarqandlik Madina ismli ayol. U uyida shirinliklar pishirib sotadi va ijtimoiy tarmoqlar orqali mijoz topadi. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan. U har oyda belgilangan minimal miqdorda soliq to'lab kelgan. 2023 yilda uning umumiy daromadi taxminan 90 million so'm edi. Madina avvalgi tartiblarga ko'ra faqatgina o'z faoliyati uchun patent to'lovini amalga oshirgan va boshqa hech qanday hisobot topshirish majburiyati yo'q deb hisoblagan. Ammo yangi qonunchilikka ko'ra u ham 30 aprelgacha 2023 yilgi daromadlari haqida elektron deklaratsiya topshirish kerak. Agarda Madina deklaratsiyani topshirmasa yoki unda noto'g'ri ma'lumotlarni ko'rsatsa, unga ham xuddi mirjalolga o'xshab jiddiy jarimalar qo'llanilishi mumkin. Bu jarimalar nafaqat moddiy, balki uning kelajakdagi faoliyatiga nisbatan ham ishonchsizlik uyg'otishi mumkin. Asosan kimlar xavotir olmasligi kerak? Asosan faqatgina ish haqi olib ishlaydigan, ya'ni yo'llanma ishchi bo'lgan fuqarolar, agarda ularning boshqa daromadlari, masalan, ijara daromadi, qimmat qog'ozlardan dividendlar, mulk sotishdan olingan daromadlar bo'lmasa, bu yangi tartibdan to'g'ri xavotir olmasliklari mumkin. Chunki ularning soliqlarini ish beruvchi o'zi hisoblab byudjetga o'tkazadi va ular uchun deklaratsiya topshirish majburiyati mavjud emas. Shuningdek, nafaqat davlat nafaqasini oluvchilar, balki faqatgina pensiya yoki ijtimoiy nafaqalar bilan yashayotganlar ham bu deklaratsiya majburiyatiga tushmaydilar. Faqatgina qonunchilikda belgilangan doirada. Ya'ni soliqqa tortilmaydigan daromadlar miqdori cheklangan doirada bo'lsa, ular deklaratsiya topshirishdan ozod etiladi. Lekin shu bilan birga, agar siz yo'llanma ishchi bo'lsangiz ham qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lsangiz, masalan, uyingizni ijaraga bergan bo'lsangiz, qimmatli qog'ozlardan foyda olgan bo'lsangiz yoki biron bir mulkingizni sotgan bo'lsangiz, unda siz ham daromad deklaratsiyasini topshirishingiz shart. Boshqacha aytganda, faqat ish haqi oluvchilar uchun ham agar boshqa soliqqa tortiladigan daromadlari bo'lsa, bu majburiyat saqlanib qoladi. Asterisk misol 3. Farg'onada yashovchi Diyorbek davlat tashkilotida o'qituvchi bo'lib ishlaydi va har oy maosh oladi. Uning solig'ini ish beruvchi hisoblab to'lab boradi. Shuning uchun uning asosiy daromadi bo'yicha deklaratsiya topshirish shart emas. Lekin Diyorbekning otasidan qolgan eski garajini 2023 yilda 50 million so'mga sotgan edi. Bu holatda u mulk sotishdan olingan daromadni deklaratsiya qilishi shart. Agar Diyorbek bu haqda deklaratsiya topshirmasa, unga ham ma'lum miqdorda jarima solinishi mumkin. Chunki mulk sotishdan olingan daromad soliqqa tortiladigan daromad hisoblanadi. Endi esa ushbu yangi tartibning ba'zi istisnolariga, nozik jihatlariga va e'tibor berish kerak bo'lgan chuqurchalarga to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, elektron imzo mavjudligi shart. Deklaratsiyani elektron shaklda topshirish uchun sizda albatta elektron raqamli imzo bo'lishi kerak. Agarda sizda e-imzo bo'lmasa, uni darhol olishingiz lozim. E-imzo olish jarayoni hozir ancha soddalashgan bo'lsa-da, uni olish uchun ma'lum vaqt talab etiladi. Odatda eng 2 ish kuni. Bu soliq qo'mitasining hududiy bo'limlarida yoki davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Oxirgi kunlarga qoldirsangiz, navbatlar ko'payishi mumkin va e-imzo ola olmasdan qolishingiz ehtimoli bor. Ikkinchidan, asl soliq portalidagi shaxsiy kabinetning to'g'ri ishlashi. Ba'zi foydalanuvchilar shaxsiy kabinetga kirishda
yoki ma'lumotlarni kiritishda texnik qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu holatda soliq qo'mitasining Kal markaziga 1908 raqamiga murojaat qilish yoki hududiy soliq inspeksiyalaridan bevosita yordam so'rash tavsiya etiladi. Portalga kirishda foydalanuvchi nomini va parolni to'g'ri kiritish, shuningdek, brauzer sozlamalarini tekshirish muhimdir. Ba'zida eski brauzer versiyalari yoki dasturiy ta'minotdagi eskirishlar ham muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Deklaratsiyani to'ldirish va topshirish jarayonida internet tezligining barqaror bo'lishiga ham e'tibor berish lozim. Uchinchidan, asosiy daromadlarni hujjatlashtirishning ahamiyati. Yangi tizimda har bir daromadingizni isbotlovchi hujjatlarga ega bo'lishingiz juda muhimdir. Agar siz naqd pulda to'lovlar olgan bo'lsangiz va buni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, kelajakda bu sizga muammo tug'dirishi mumkin. Bank o'tkazmalari, cheklar, shartnomalar, kvitansiyalar, bularning barchasi sizning daromad manbalaringizni tasdiqlovchi dalillar bo'lib xizmat qiladi. Soliq organlari kelajakda sizning bankdagi hisob varag'ingizga tushgan pullarni ham kuzatishi mumkin. Shuning uchun norasmiy daromadlar tushunchasi asta-sekin yo'qolib bormoqda. Har bir daromadingizni shaffof va qonuniy yo'l bilan olishga intilish bugungi kun talabidir. 4-dan, asosiy xarajatlarni hisobga olish. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs bo'lsangiz va soliq yukini kamaytirishni istasangiz, o'z faoliyatingizga oid barcha asosli xarajatlaringizni ham hujjatlashtirib borishingiz kerak. Materiallar sotib olish, ijara to'lovi, kommunal xizmatlar uchun to'lovlar va boshqalar. Bu xarajatlar daromad solig'ini hisoblashda hisobga olinishi mumkin va shu orqali sizning soliqqa tortiladigan bazangiz kamayadi. Lekin bu xarajatlar ham rasmiy hujjatlar, ya'ni cheklar, fakturalar, shartnomalar bilan tasdiqlangan bo'lishi shart. Agar siz shaxsiy kabinetingizda bu xarajatlarni ko'rsatmasangiz, soliq yukingiz ortishi mumkin. Chunki daromadingizdan hech qanday chegirmani amalga oshirmagan bo'lasiz. 5-dan, asrash muddatni qat'iy rioya qilish, 30 aprelga qadar deklaratsiyani topshirish majburiy. Agar siz bu muddatga ulgurmasangiz, yuqorida aytib o'tilganidek jarimalarga duch kelasiz. Shuning uchun oxirgi kunlarga qoldirmasdan imkon qadar tezroq ushbu masalani hal qilishingizni qat'iy tavsiya etaman. Oxirgi kunlarda tizimga yuklama ortish sababli texnik nosozliklar yuzaga kelishi, serverlarning sekin ishlashi mumkin. Bu esa sizning deklaratsiyani o'z vaqtida topshira olmasligingizga sabab bo'lishi mumkin. Natijada kechikish uchun siz javobgar bo'lasiz. 6-dan, asosiy soliq maslahatchilaridan yordam olish. Agar sizda murakkab moliyaviy vaziyatlar bo'lsa yoki deklaratsiyani to'ldirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, malakali soliq maslahatchilari yoki buxgalterlardan yordam so'rashdan cho'chimang. Ularning xizmatlari ma'lum bir narxga ega bo'lishi mumkin. Ammo bu sizni noto'g'ri deklaratsiya topshirish yoki jarimaga duchor bo'lishdan asrab qoladi. Soliq maslahatchisi sizning barcha daromad va xarajatlaringizni tahlil qilib, deklaratsiyani to'g'ri to'ldirishga yordam beradi. Shuningdek, mumkin bo'lgan soliq imtiyozlari haqida ham ma'lumot beradi. Endi esa eng muhim qismga, amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar yig'ish kerak? Nima yozish kerak? Buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Elektron raqamli imzoning e-imzo mavjudligini tekshirish va uni olish. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda o'zingizda e-imzo kaliti bor yo'qligini tekshiring. Agar u eski bo'lsa yoki muddati tugagan bo'lsa, uni yangilash yoki qayta rasmiylashtirish kerak. Qayerga borish kerak? Agar e-imzo bo'lmasa, uni olish uchun Davlat xizmatlari markazlari DXM yoki soliq qo'mitasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Ularning ish vaqtini oldindan aniqlab oling. Qanday hujjatlar kerak? Asosiy pasportingizning asl nusxasi, JSHR, jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami va ba'zi hollarda tadbirkorlar uchun guvohnoma nusxasi talab qilinishi mumkin. To'lov qabul qiluvchi bank rekvizitlari va to'lov kvitansiyasini olishingiz mumkin. E-imzo odatda pullik xizmat, asosiy igadam, soliq qo'mitasining soliq portalidagi shaxsiy kabinetga kirish. Nima qilish kerak? Soliq portaliga Soliq.uz kirish va shaxsiy kabinetingizga login va parol yordamida kiring. Agar oldin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, e-imzo yordamida ro'yxatdan o'ting. Qanday tekshirish kerak? Kabinetga kirgandan so'ng shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri aks etganligini tekshiring. Ba'zida manzilingiz yoki telefon raqamingiz eski bo'lishi mumkin. Agar xato bo'lsa, uni yangilang. E'tibor berish kerak.
Istish kabinetda jismoniy shaxslar daromadlari deklaratsiyasi yoki yakun tartibdagi tadbirkorlar daromadlari deklaratsiyasi bo'limini toping. Bo'lim nomi sizning maqomingizga qarab farq qilishi mumkin. Istish 3 qadam. 2023 yilgi daromadlaringiz va xarajatlaringizni tartibga solish. Nima qilish kerak? O'tgan 2023 yil davomidagi barcha daromadlaringizni bankka kelib tushgan pullar, kassa orqali olingan pullar, shartnomalar bo'yicha to'lovlar va boshqalar hisoblab chiqing. Shuningdek, faoliyatingizga oid barcha xarajatlarni, masalan, tovarlar sotib olish, ijara to'lovlari, kommunal xizmatlar, transport xarajatlari, ish haqi to'lovlari va boshqalar ham aniqlang. Qanday hujjatlar kerak? Barcha bank ko'chirmalari, kassa kirim orderlari, tovar moddiy boyliklarini sotib olish kvitansiyalari, fiskal cheklar, shartnomalar, ijara shartnomalari, ish haqi to'lov varaqalari va boshqa har qanday moliyaviy hujjatlarni yig'ing. Bu hujjatlar deklaratsiyada ko'rsatilgan har bir raqamni tasdiqlashi lozim. Hujjatlarning asl nusxalarini saqlab qo'ying. Elektron nusxalarini ham zaxira qilib oling. 4 qadam deklaratsiyani to'ldirish. Nima qilish kerak? Shaxsiy kabinetdagi tegishli bo'limga kirib, onlayn shaxsni to'ldirishni boshlang. Sizdan talab qilinadigan asosiy ma'lumotlar quyidagilardir. Astash umumiy daromadlar. Yil davomida olgan barcha daromadlaringizning umumiy miqdori. Har bir daromad turini, masalan, tadbirkorlikdan mulkni ijaraga berishdan, qimmatli qog'ozlardan alohida ko'rsating. Asosiy soliqqa tortiladigan daromadlar. Ba'zi daromadlar soliqdan ozod qilingan bo'lishi mumkin, masalan, belgilangan miqdordagi moddiy yordamlar. Buni hisobga olgan holda soliqqa tortiladigan umumiy summani kiriting. Xarajatlar. Agar soliqqa tortiladigan daromadlardan xarajatlarni chegirish imkoniyati bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar bilan o'z xarajatlaringizni batafsil ko'rsating. Soliq imtiyozlari. Agar sizda biron bir soliq imtiyozi mavjud bo'lsa, masalan, nogironlik bo'yicha, farzandlar soni bo'yicha, o'quv kontraktlari to'lov bo'yicha bu haqda ma'lumotni kiritishingiz kerak. Tegishli hujjatlarni skaner qilib ilova qilishingiz talab etilishi mumkin. To'langan soliqlar. Agar yil davomida daromad solig'ini oldindan to'lagan bo'lsangiz, bu summalarni ham ko'rsating. Qanday yozish kerak? Har bir maydonni diqqat bilan, qatorsiz to'ldiring. Raqamlarni vergul va nuqtalar bilan to'g'ri ajratishga e'tibor bering. Barcha ma'lumotlarni so'mda tiyinsiz ko'rsatish tavsiya etiladi. Formani to'ldirishda portalda mavjud bo'lgan yordam yoki yo'riqnoma bo'limlaridan foydalaning. 5 qadam. Deklaratsiyani tekshirish va tasdiqlash. Deklaratsiyani to'ldirgandan so'ng barcha kiritilgan ma'lumotlarni bir necha marta diqqat bilan tekshiring. Xato va kamchiliklar yo'qligiga ishonch hosil qiling. Agar biron bir xato topsangiz, uni darhol tuzating. Qanday tasdiqlash kerak? Tekshiruvdan so'ng deklaratsiyani e-imzo yordamida imzolang va soliq qo'mitasiga elektron tarzda yuboring. İmzolashdan oldin barcha kiritilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlagan bo'lasiz. Natijani kutish. Deklaratsiya yuborilgandan so'ng soliq qo'mitasining tizimi uni qabul qilganligi haqida tasdiqnoma berish kerak. Ushbu tasdiqnoma saqlab qo'ying. 6 qadam. Hisoblangan soliqni to'lash. Nima qilish kerak? Deklaratsiya asosida hisoblangan soliqni belgilangan muddat ichida to'lang. Odatda soliq deklaratsiya topshirilgan oydan keyingi oyning 11 sanasigacha to'lanishi kerak. Ammo aprel oyining o'zi topshirilgan deklaratsiyalar uchun soliq qo'mitasi belgilagan to'lov muddatiga rioya qiling. Qayerda to'lash kerak? Soliqni banklar orqali, banklarning mobil ilovalari yordamida yoki soliq qo'mitasining portalidagi onlayn to'lov xizmatlari orqali to'lash mumkin. To'lov rekvizitlarini shaxsiy kabinetingizdan olishingiz mumkin. To'lov kvitansiyasini saqlab qo'ying. Aziz do'stlar, bugungi ma'lumotlarim sizga juda foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu o'zgarishlar faqatgina bir martalik majburiyat emas. Balki kelajakda moliyaviy faoliyatingizni shaffof va qonuniy asosda olib borishingiz uchun muhim qadamdir. Sizdan shuni eslab qolishingizni istardim. Aprel oyining oxirigacha qolgan bu ozgina vaqtni zoya ketkazmang. Deklaratsiyani topshirishni oxirgi kunlarga qoldirmang. Chunki bu ortiqcha stress va kutilmagan muammolarga olib kelishi mumkin. Har bir qadamni aniq va to'g'ri bajarib, o'zingizni moliyaviy muammolardan himoya qiling. Ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu sizga qanchalik yordam berganini bilishimiz biz uchun muhim. Shuningdek, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim va dolzarb ma'lumotlarni sizga tezkor yetkazishda bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz.
E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.